Bedir urushida 313 sahabe o'zining kuchli dushmanini g'alaba qildimi? Dal shunga o'xshash sizlarni g'alaba qilasizlar. Bugungi kunimizda Afg'onistonda, Suriyada, G'azada ojiz musulmonlar kuchli dushman ustidan g'alaba qildimi? Sizlar shunga o'xshash g'alaba qilasizlar. In kuntum mu'minin. Nima uchun Alloh subhanahu va taolo bu musulmonlarga yordam bermaydi? Nima uchun G'azza musulmonlarga yordam bermaydi? Nima uchun Alloh taolo biz Uyg'ur musulmonlarga yordam bermaydi deb bu savolni qo'ydi va shundaqlar bu savolga to'g'ri javob topamagandan keyin islomdan suviydi. Vaholanki Alloh subhanahu va taolo bu savolning javobini Qur'oni Karimda bergan. Bu oyat bizga nozil qilingan, bizga tushgan. Biz bu oyatlar orqali bizmo umidsizlikdan qutulalaymiz. Unda bo'lsa ey aqli va Uyg'ur musulmonlari, sizlardan ilgari ummatlar o'tgan zaminda manglar, ularning oqibatining qanday bo'lganligini qaranglar. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah ama ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu qarindoshlar. Hammalar hoş geldinglar. Biz bugün Uyg'urlarga tushgan oyat degan darsimizning ikkinchi darsini o'qiymiz. Biz bugün bizga tushgan qaysi oyatni o'qiymiz desanglar, bizning Uyg'ur jamiyatimizda ait avj olgan bir ish bor. Umumyuzlik shaklda. U bo'lsa nima? Umidsizlik. O'tganki darsimiz musuloldi bu umidsizlikdan qanday qutulamiz deb. Darvaqa bizning jamiyatimizda haqiqatan umidsizlik cho'ng. Qaysi jihatda umidsizlik cho'ng? Vatanimizning ozod bo'lishi, bizning g'alaba qilishimiz, düşmanımızdaki halak buluşu, veyran buluşu. Muşayaqlarda köpünçimiz bununla işenmeyimiz. Ve ki işensek mi taza cezim kılanmayımız. Hatta dava beşideki köpünç kişiler mi bununla boşrak işenadiğindek bazı bir ahvallarını his kıldım. Emniyette bizge boğan işler qarıta, beşimiz kelgen külpetler qarıta, bizden tuqqanlarımız, vatanlık halkımız uçurgan o zulümler qarıta insan maz sebep noktasından qarısa şükürleşip ketiş, ümitsizlikki petip ketişi normal ahval bo'lishi mumkin. Ammo bizga o'xshash bir musulmon millat, qo'lida Qur'ondan iborat chiqishini ko'rsatadigan, umidsizlikdan qutuldiradigan bir kitobi bor millat, u Qur'on Karimni o'qib, o'ziga tushgan oyatlarni o'qib, u umidsizlikdan chiqolmasligi benormal. Shuning uchun to'g'ri umidsizlandik, ammo bu umidsizlikdan qanday chiqamiz deb izlangan vaqtimizda Alloh subhanahu va taolo bizningki umidsizlikdan chiqish yo'limizni bizga ko'rsatdi. Qanday ko'rsatdi? Bizga o'xshash umidsizlikka petish, ya'ni bizga o'xshash beshiga har xil musibatlar kelib, külpetler kelib, ümidsizlikka petib, ruhi tushib, mushundaq holatdan, umidsizlikdan qutulgan millat bizlam emas. İlgari nurg'ulgan ummatlar o'tgan, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalatu vassalamning sahobalarimi beshiga musibat kelgan vaqtida, qiyinchilik uchragan vaqtida, dushmandan zarba yegan vaqtida, dushmanning kuchlik, o'zining kuch ojiz vaqtida bizga o'xshash ma'niyati tushib ketgan ba'zi bir umidsizliklarga tushib qolgan. Mana shu vaqtda Alloh subhanahu va taolo ana shu sahobalarni umidsizlikdan qutuldirish va shundaqla hayotning qonuniyatini ularga tushuntirish va shundaqla ular ketkizib qo'ygan taraflarni ularga tushuntirib oyatlarni nazil qilgan. Albatta bu oyat arablarga xos emas, bu oyat dal bizga tushgan oyat. Biz osh oyatlarga iymon aytaylik. Sahobalar shu oyatlar orqali o'zini o'ngshib olgandek, ruhini tirildirib olgandek, umidsizlikdan qutulib olgandek, bizmi shu oyatlar orqali umidsizlikdan qutula olamiz, ruhimizni tirildira olamiz. Xo'sh, unda bo'lsa, bizni umidsizlikdan qutuldirgan bu oyatlar qaysi? Bu oyatlar yuqorida o'tganimizdek payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning sahobalari umidsizlikka patgan vaqtida tushgan. Nima uchun sahobalar umidsizlikka patgan? Bilganimizdek payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam va sahobalar dinni saqlash uchun Makkadan Madinaga hijrat qilgan. Madinaga hijrat qilgandan keyin birinchi qatimliq urushda, mushuklar bilan bo'lgan bu urushda, ya'ni Badr urushda musulmonlar g'alaba qilgan. Ruhi ko'tarilgan. Ikkinchi qatimliq urush qaysi? Uhud urushi. Bu urushda musulmonlar nəhayət ağır talofatlarga uchragan. O'ylab boqinglar, insonning eng qobiliyatligi, eng taqvosi Alloh subhanahu va taolo tanlagan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom qo'mondonlik qilgan urushda musulmonlar nəhayət ağır talofatga uchragan. Hatto payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning tishi sunib ketgan, qalpiqining halqisi yuziga petib ketgan, yaralangan, yuzidan qon oqqan Allohning elchisining. Ve şundaqla bu urushda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom qo'mondonlik qilgan urushda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning tog'asi Hamza ibn Abdul Muttolib shahid bo'lgan. Shundaqla shahid bo'libmi, nəhayət ağır darajada yuzlari o'zgartib o'tilgan, ko'zi uyulangan. Nəhayət qabih shaklda shahid qilingan. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Madinaga dinni o'rgatish uchun avatgan eng ilg'or sahobasi bo'lgan Mus'ab ibn Umayr va shunga o'xshagan nurg'ulg'an sahobalar shahid bo'lgan. 70 dona qori Uhud urushida shahid bo'lib ketgan. Demak, Allohning elchisiman deb o'tirg'i chiqqan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning atrofiga uyushgan sahobalar mana shunday kulpatlarga uchragan. Endi biz tasavvur qilib boqaylik, Allohning elchisi aramizda bo'lgan urushda mana shunday kulpatlar bo'lsa, acaba insonning ma'naviyatiga ta'sir qilmamdi? Qani Allohning yordami, Alloh nima uchun o'zining payg'ambariga yordam bermaydi? Nima uchun nurg'ulg'an qarindoshlarimiz bunday shahid bo'lib ketdi deb insonning xayoliga kelmamdi? Keladi.
Sahabalarning bu xil xiyol kelgan. Anna hada bu qandoq gap? Nim bu xil kulfatlarga uchraymiz? Nim bo'lib bundaq musibatlarga uchraymiz? Biz haqiqat tarafda tursak, biz musulmon tursak, nima uchun Alloh subhanahu va taolo bizga yordam bermaydi degan bu savollarni qo'yishgan. Xuddi bugungi kunimizga o'xshash. Hatto ba'zi kishilarningki iymondan, islomdan so'p ketishining sababi dal shu. Nima uchun Alloh subhanahu va taolo bu musulmonlarga yordam bermaydi? Nima uchun G'azza musulmonlarga yordam bermaydi? Nima uchun Alloh taolo biz Uyg'ur musulmonlarga yordam bermaydi deb mush savolni qo'yadi va shundaqlar bu savolga to'g'ri javob topamagandan keyin islomdan suvaydi. Vaholanki Alloh subhanahu va taolo bu savolning javobini Qur'on Karimda bergan va shundaqlar sahobalarningki xato ketgan tarafini, ya'ni bir urushda Allohning elchisi qo'mondonlik qilgan bo'lsa-mu, buyruqqa itoat qilmasa, ba'zi bir sabablarga diqqat qilmasa, ana shundaq mag'lubiyatga, talofatga uchraydiganligini Qur'on Karimda bayon qilgan. Ya'ni sabab nuqtasini munoyat muhim ekanligi buni bayon qilgan. Bu orqali ularning ketkizib qo'ygan tarafini bayon qilish bilan birga sahobalarningki ma'naviyatini ko'targan va shundaqla ulab etib qolgan umidsizlikdan tuvandik oyatlarni nozil qilish orqali ularni qutuldirgan. Inshaalloh bu oyat bizga nozil qilingan, bizga tushgan. Biz bu oyatlar orqali bizmo umidsizlikdan qutula olamiz. Unda bo'lsa bu oyatlar qaysi desanglar, bu oyatlar Sura Al-Imron'dagi 137-oyatidan boshlab 149-oyatigacha bo'lgan oyatlar. Bu oyatlar biz Uyg'ur musulmonlarga bugungi umidsizlikka patgan Uyg'ur musulmonlarga tushgan degan iddia bilan o'qiyli va shu shaklda tingshayli. Xo'sh, unda bo'lsa biz darsimizni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda deydi: "Qad khalat min qablikum sunanu fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin." Ey umidsizlikka patgan Uyg'urlar, ey tushkunlikka patgan Uyg'urlar, o'zining ojizligi sababli, dushmanning kuchli bo'lganligi sababli bushib qolgan Uyg'urlar, qad khalat min qablikum sunanu. Sizlardan ilgari ma dunyoda nurg'un xalq, nurg'un ummat o'tdi deydi. Ma dunyoda bizlar yaşamaklık. Ma hayatta Xitaylan bağ emas. Ma dunyoda Xitayga o'xshash nurg'ulg'an davlatlar o'taglik, hatto uningdan kuchli bo'lgan nurg'ulg'an imperiyalar o'taglik. Fasiru fil ardi. Da zaminda mingla deydi. Ya'ni ilgirki ummatlarning iznalariga bir qarab baqinglar. Fanzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin. Islomni yolg'onga chiqarganlarning, dinni yolg'onga chiqarganlarning, musulmonlarni yolg'onchilarga chiqarganlarning oqibatining qandoq bo'lganligini qarab baqinglar deydi. Alloh subhanahu va taoloning zaminda minglar degani bugungi kunimizda tarix o'qinglar deb tushunsak bo'ladi. Burun zaminda mingish orqali ilgir o'tgan kishilarning iznalarini ko'rgan bo'lsak, bugungi kunimizda tarix orqali ilgir o'tgan kishilarning tarixini bilalaymiz, ularning iznalaridan xabardor bo'la olamiz. Masalan, Misr qaraydigan bo'lsak, Misrda Fir'avnning iznalari bormi? Iroq tarafga boradigan bo'lsak, Babil davlatining iznalari bor. Turkiyadami nurg'ulg'an davlatlarning iznalari bor. Ma hayotda nurg'ulg'an imperiyalar o'taglik. Masalan, Sharqiy Rim imperiyasi desak, eng uzun hukm surgan imperiyalarning birisi. Qancha yil hukm surgan? 1000 yildan ortiq. Bugungi kunimizda unda mingib iznalari qarab baqadigan bo'lsak, Istanbulning ichidan mangadigan bo'lsak, Aya Sofyani ko'ramiz. Kimning kitdi o? Sharqiy Rim imperiyasining muqaddas joyi edi. Bugungi kunda qani Sharqiy Rim imperiyasi? Bugungi kunda u yerda kim nima ish qilyotdi? Musulmonlar namoz o'qiyotdi. Ey umidsizlikka patgan musulmonlar, "Maning qaranglar, maning qarab bir narsani tushuninglar" dedi Alloh subhanahu va taolo. Bugungi kunimizda kuchlik deb qarayotgan, biz u kuchlikkan deb ruhlanayotgan ana shu dushmanlarning, ana shu Xitoylarning cho'ng-cho'ng saroylari agar biz hozir bo'lsak, biz va yoki bizning avlodlarimizning qo'lida, balkim u yer musulmonlar ishlatadigan bir o'ringa aylanishi mumkin. Deganga ishorat qilish uchun Alloh subhanahu va taolo, ey aqli va Uyg'ur musulmonlari, sizlarning ilgari ummatlar o'tgan zaminda manglar, ularning oqibatining qandoq bo'lganligini qaranglar deydi. Demak, jiqmingish ketmaydi. Azraqlanmangsak Aya Sofyani ko'ramiz. Sirtqa chiqsak Misrda nurg'ulg'an iznalarni ko'ramiz. O'ttir Sharqda nurg'ulg'an iznalarni ko'ramiz. Qani shu zolimlar? Yo'q. Alloh subhanahu va taolo bu oyat orqali deydi-ki, sizlar qo'rqayotgan u dushmaninglarmi ana shularga o'xshash yo'q bo'ladi. Ularning oqibati shularga o'xshash bo'ladi deydi. Endi yaqinqi tariximizga qarab baqsaqmi, buning misollarini nihoyatda ko'p ko'ra olamiz. Endi bu ilgirki ummatlarga, ilgirki davlatlarga, ilgirki imperiyalarga ham xosishmi? Unday emas. Bugungi yaqinqi davrimizga qarasaqmi, nurg'un davlatlar qurildi, nurg'un davlatlar yiqildi, nurg'un urushlar bo'ldi, nurg'un kuchli davlatlar ojiz davlatlar tarafidan mag'lub qilindi. Demak, tarix qaraydigan bo'lsak, reallik qaraydigan bo'lsak, yana umidsizlikka yo'l yo'q degan gap. Endi bu ma'lum kishilar xos ishmi yoki ilgirki ummatlar xos ishmi? Hada bayanul linnasi va hudan va mau'izatun lil muttaqin deydi Alloh taolo. Bu bütün kishilarga bir bayon. Hamma kishilarga o'rtaq. Ey xaloyiq, ma dunyoning qonuniyati ma'vo. Zolimlar hamisha kuchli holatda turmaydi. Bütün kishilarga bir bayon bu. Va hudan va mau'izatun lil muttaqin. Taqvodorlarga, Allohdan qo'rqadigan kishilarga, musulmonlarga to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi bu. Ümidsizlanib, nima ish qilishini uqolmay qolgan Uyg'ur musulmonlarga bir to'g'ri yo'l ko'rsatkichi, bir yetakchi ma ahvollar. Tarix qarab baqadigan bo'lsak, ilgirki ummatning ahvoliga qarab baqadigan bo'lsak, sizga bir yo'lni ko'rsatdi deydi Alloh subhanahu va taolo. Va mau'izatul lil muttaqin va taqvodorlarga bir vaz nasihat bu.
Buningdan bir vaz nasihat oladi, yo'lni topadi deydi Alloh subhanahu va taolo. Va la tahinu va la tahzanu va antumul a'launa in kuntum mu'minin. Bu şaşmanglar. İnsan qanday vaqtda bu şudo, o'zi ojiz, dushmani kuchli bo'lgan vaqtida. Dal bizga deyapti Alloh subhanahu va taolo. Chunki bugungi kunimizda biz ojiz, dushmanimiz kuchlik. Allah subhanahu wa ta'ala va la tahinu düşmanlarning kuchli ekanligiga qarab, o'zinglarning ojiz ekanligiga qarab ushashmanglar. Va la tahzanu va antumul a'launa in kuntum mu'minin. G'am qilmanglar. Tuqqanlaringlarning turmuga ulanganligi, xalqinglarning ustidagi zulmni eshib bo'lgan qarab, g'amga patmanglar. Va antumul a'launa in kuntum mu'minin. Agar sizlar mu'min bo'lsanglar, g'alaba qilasizlar deydi. Allah subhanahu wa ta'ala bu oyatlarni Qur'on Karimda deb qo'yib, uning realligimizda ijro qilmay qolandi, bunday emas. Bunun realligini ko'zimizning oldida ijro qiladi va qilyotdi. Masalan Alloh subhanahu va taolo va la tahinu deydi. Bushashmanglar. Ya'ni dushmanlar kuchli bo'lsa-mu, sizlar ojiz bo'lsanglarmi, bushashmanglar, g'am qilmanglar. Agar sizlar mu'min bo'lsanglar, g'alaba qilasizlar deydi. Endi bu oyatning realligi ko'z oldimizda bormi? Bor. Masalan qarab boqadigan bo'lsak, bir G'azza deydigan bir kichik iymon bo'lganligi uchun, in kuntum mu'minin, iymon yo'qolmaganligi uchun g'alaba qildimi? Dushmani kuchli bo'lsa-mu, g'alaba qildi. Bu G'azza degan ayti kichik bir yer, ularning soni oz. Ular qarshi kim bor? İsrailiya ve Amerika. Dünyadaki en küçük iki devletini çekindirdi mi? Üstüne ekeldi mi? Allah subhanahu wa ta'ala degen rasm eken hakikaten ras. Mana bu şundaq reallıklarını Allah subhanahu wa ta'ala göz aldığımızda keltirip durwatıdı. Ve ondan başka 10 neçil içindeki etrafımızdaki devletler qarab baxsaq mı? Bunu göreleyimiz. Biz kallımızda hazır dünya teraqqi ketdi. Kişilerninki aeroplanları var, atom bombaları var. Biz bolsak quruq qol. Endi biz hech qilolmaymiz degan iddiada nayt bo'shib ketdi. Ma'ayat dal shunga raddiya berdi. Bo'shashmanglar. Badr urushida 313 sahabe o'zining kuchli dushmanini g'alaba qildimi? Dal shunga o'xshash sizlarni g'alaba qilasizlar. Bugungi kunimizda Afg'onistonda, Suriyada, G'azada ojiz musulmonlar kuchli dushman ustidan g'alaba qildimi? Sizlar shunga o'xshash g'alaba qilasizlar. In kuntum mu'minin. Sizlar mu'min bo'lsanglar deydi. Mush ishonchni yo'qotmasanglar, Allohga bo'lgan iymoningni yo'qotmasanglar, sizlar chiqom g'alaba qilasizlar deydi. İyemseskum qaruhun faqad masal qawma qaruhun mithluh. Allah subhanahu wa ta'ala ayet orqali hamda ba'zi savollarimizga javob beradi. Ba'zi qarindoshlarimiz deydi: "Voy, ko'midangmi G'azzani vayron bo'lib ketgani? Voy, ko'midangmi Suriyani vayron bo'lib ketgani? Voy, ko'midangmi Afg'oniston urush qilamiz deb taraqqiyot keyinda qoldi" deb. Bino silinsalam bo'lamdi. Taraqqiyotni oldin saqlan bo'lamdi. Hozir bizning vatanimizda taraqqiyot bor, egiz binolar bor. G'azzada yo'q binolar bor, Afg'onistonda yo'q taraqqiyotlar bor. Endi biz qaysının razı olmayız? Zulüm astidagi, mahkumlik astidagi, ana shunda xorliq astidagi silingan binolarga razı bo'lamdiq. Va yoki ana shunda zulm astidagi, ana shu zolimlarning har xil qiyin qistoqlar astidagi xotirjam turmush go'zalmi? Va yoki dushmanga bo'ysunmagan, irodasi sunmagan, o'zining yurti o'zi xuju bo'lgan Afg'oniston texmi yaxshimi yoki G'azza yaxshimi? Ko'pincha kishilar hozir qalab dekanda, yo'q deb irodasi bo'shab ketganlik. Bu intayin xatarlik bir ahvol. Bu Afg'onistonda to'g'ri nurg'unlagan kishilar o'ldi. Taraqqiyot keyinda qoldi. G'azzada nurg'un kishilar o'ldi. Binolar yiqildi. Ammo dushman hech qanday bir zinga uchramadimi? Ziyanga uchraydi. Bunun dushmanimiz ziyanga uchraydi. Dushmanning davlati muqimsizlikka uchraydi. Bu o'xshash bo'ladi bu. Ma'lum nisbatda farqasimi? Dushmanmi ma'lum jihatda bir narsaga uchraydi. Allah subhanahu wa ta'ala mana keyingi oyatda yemseskum qarhun faqad massal qawma qarhun misla. Sizga bir shikastlik, sizga bir ziyon, sizga shundaq bir har xil shakldagi qiyinchiliklar yetgan bo'lsa, musibatlar yetgan bo'lsa, dushmanlarga har xil musibatlar yetganlik. Nurg'un qiyinchiliklarga uchrag'lik, davlat muqimsizlikka uchrag'lik. Shuning uchun bizning vatanimiz egiz pas bo'lib ketdi ekan, taraqqiyot keyinda qoldi ekanmiz. Bunda bo'g'icha mahkumlikda yashayli deydigan gapni ig'zimizdan chiqarmagan taqdirdami, xiyolimizga keltirib qo'yishga bo'lmaydi. Bu xorliqqa taslim bo'lish. Biz masalalarga yuzdan qaraymiz. Ama Allah subhanahu wa ta'ala bizga undaq qarashni o'rgatmaydi. Allah subhanahu wa ta'ala mu'minning dunyoda xorlab yashashga asla va asla rozi bo'lmaydi. Mu'min xorliqqa rozi bo'lmaslik kerak, zulmga rozi bo'lmaslik kerak, zulmga bo'y egmaslik kerak. Xorliq ostidagi, zulm ostidagi taraqqiyotdan hurlik ichida yashab, garchi undaq taraqqiy qilamiz-mi? O'zining yurtiga o'zi xo'ja bo'lib, o'zining e'tiqodi bilan erkin yashashga bizning dinimiz buyuruydi va shundaq yashashni afzal biladi. Har bir musulmon mushkil iddiada bo'lishi kerak. Wa tilkal ayyamu nudawiluha baynan nas. Biz kunlarni kishilarning orasida aylantirib turamiz. G'alaba olsun, mag'lubiyat olsun, doim birisi g'alaba qilib minib vermaydi. Doim birisi kuchli holatda turib vermaydi. Allah subhanahu wa ta'ala kunlarni aylandırıp durdu. Bütün işlerin üstünde Allah'ın takdiri var. Biz doğru yolda mansak Allah'ın takdirine udul kelip ana şu galbelerge müyesser buluşumuz mümkün. Vay ki sebep buluşumuz mümkün. Ama şunuz inik ki vatilkel ayyamu nudawiluha beynen nas. Allah Teala kişilerin arasında galbi nusretini, mağlubiyetini ana şundak aylandırıp durdu. Bazıda düşmanlar galbi kılıdı, bazıda Müslümanlar galbi kılıdı. Bu arkalık Allah subhanahu wa ta'ala nimin irade kılıdı? Ve liya'lemallahu allazina amanu
ve yettehize minkum şuhada. Mana şundaq doim müminlarning g'alaba emas, ba'zi kofirlar g'alaba qilib, ba'zi müminlar g'alaba qilib, ba'zi musulmonlar ig'ir talafotga uchrash va kuch jihatda ojizish orqali Alloh subhanahu va taolo haqiqiy müminlarni ayiradi. Munofiq bilan haqiqiy Allohning so'ziga ishonib mangadigan o'shundaq müminlarni ayiradi. Şuna biz munofiqlardek hamma ishga sabab bilan bog'lanib, modda bilan bog'lanib mahil şekilde mansa olmaydı. Mümin sebepni için tutudu, maddini için tutudu ama Allah'ın sözüge işinadu, g'aybga işinadu, Allah'ın yerden berdiği işinip manadı. Allah subhanahu wa ta'ala'nın bu xil şekilde g'alaba ve mağlubiyetini, musibetlerini aylandırıp duruşu del haqiqiy müminler bilen munofiqlarni ayirishi uchun. Unda opqas deyishlar mumkin. G'azada nurg'un kishilar o'lib ketdi go deyishlar mumkin. Va yattaxiza minkum shuhada. Biz o'lib ketdi deb ichimizni ag'ratgan kishilar ular bir hayotni yo'qotgan kishilar emas. Ular Allah subhanahu wa ta'ala tanlagan kishilar deydi. Allah subhanahu wa ta'alaningki bundaq qilishning hikmatlarining qatoridan sizlarning oranglardan ma'lum kishilarni shahidlik martabasiga tanlash uchun deydi. Shunga bu xil yo'lda shahid bo'lib ketgan kishilar ichag'ir chiqib kishilar emas, irodasi sungan kishilar, ruhsizlangan kishilar, ümidsizlangan kishilar, dushmaniga ruhiy jihatda taslim bo'lgan kishilar, mavla haqiqiy ish og'ir chiqib tegishli kishilar. Şuna biz üzümüzge iç ağırtayla biz. Ruhimiz sunğanlık üçün, şükürleşkenlikimiz üçün, ümidsizlengenlikimiz üçün üzümüzge iç ağırtayla. Her gizmo doğru yolda menip şehit olan kişilerge iç ağırtıp günah kırıp kanmayla. Ula şerefli kişiler. Ula Allah subhanahu wa ta'ala tanlagan kişiler. Wallahu la yuhibbul zalimin. Allah subhanahu wa ta'ala zalimlarni yaxshi ko'rmaydi deydi. Allah subhanahu wa ta'ala zalimni yaxshi ko'rmaydi. Boshqalarga zulm qilgan zalimlarni yaxshi ko'rmaydi. Va shundaqla irodasi sungan, sulashgan, millatining xizmatining keniga voz kechgan, uzgu zulm qilgan, mas'uliyatni ado qilmagan, iymon tarvangan bu xil shakldagi zalimlarni Allah subhanahu wa ta'ala yaxshi ko'rmaydi. Va liyumahhisallohu allazina amanu va yamhaqal kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala bu oyat orqali musulmonlarningki beshiga kelgan musibatni qabul qilinmaganligiga javob beryapti. Nima uchun musulmonlarning beshiga bu xil musibat keladi? Musulmonlarni Allah subhanahu wa ta'ala buyuk ishga tayyorlagan vaqtida ana shundaq chiniq turadi. Allah subhanahu wa ta'ala bu oyatda deydi: "Va liyumahhisallohu allazina amanu va yamhaqal kafirin." Allah subhanahu wa ta'ala mu'minlarga ular kelgan musibat orqali ularni poklashi uchun deydi. Buyuk bir vazifa uchun tayyorlashi uchun deydi. Demak Allah subhanahu wa ta'ala bizga har xil shaklda musibat bergan bo'lsa, u bizning irodamizni kuchlantirish uchun, u bizni fidokorlikqa tayyorlash uchun, u bizni qurbon berish uchun hozirlash uchundir. Va yamhaqal kafirin va kofirlarni yo'q qilish uchundir. Ana shundaq musibat orqali tanlangan kishilarning qo'li bilan kofirlarni yo'q qilish uchundir. Amaliyotda biz bugungi kunimizda bizning beshimizga kelgan musibatlarga to'g'ri qarab, uning qarta to'g'ri shaklda ma'nolaydigan bo'lsak, Allah subhanahu wa ta'ala bizni buyuk ish uchun hozirlayotganligini his qila olamiz. Iymon masalasi ig'izlam deb qo'yib ketadigan masala emas. Musulmon bo'lish degan gap, jannat kirish masalasi degan gap. Jannat undaq azan emas. Jannat qimmatlik. Uning uchun badal ketadi. Allah subhanahu wa ta'ala oyatning oxirida bu nuqtani tushuntirib, "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin." Jihadning jafo mushaqqatlariga chidaydigan kishilarni ayirmay turib, savrichan, chidamchan kishilarni ayirmay turib jannat kiramiz deb o'ylamsizlar. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb qo'yib, namoz o'qib qo'yib, zakat berib qo'yib, sizning melinglarga, balanglar orqasida bir imtihon qilmay turib, sinamay turib, men Allohga ishinaman degan gapida rostchilmi yoki yolg'onmi buni ayirmay turiblar, namoz o'qiblam jannatga kirib ketamiz deb o'ylamsizlar. Undaq emas. Allah subhanahu wa ta'ala har xil musibat orqali sizlarni tavlaydi. Sizning ichinglardan rost musulmon bilan Alloh yo'lida kurash qila oladigan kishilar bilan qilolmaydigan kishilarni ayiradi. Savrchan kishilar bilan chidamsiz kishilarni ayiradi. Ondan keyin shu chidamchan kishilar bilan Alloh subhanahu wa ta'ala o'zining irodasini ishga oshiradi. Buyuk ishlarni ana shu chidamchan kishilar bilan, ana shu mujohid kishilar bilan uni ro'yobga chiqaradi dedi Alloh subhanahu wa ta'ala. "Wa laqad kuntum tamannawna al-mawta min qabl an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun." Alloh subhanahu wa ta'ala ma oyat orqali ig'izimizdan chiqqan gapga diqqat qilishga sharat qiladi. Vatan azod qilsak bo'ladi. Shu zalimlarni qo'llab chiqarsak bo'ladi. Urush qilsak bo'ladi. Jihad qilsak bo'ladi deymiz ya. Vaqt kelganda qarab turib qolmasligimiz uchun Alloh subhanahu va taolo sizlar ilgari o'limni, ya'ni urushni arzu qilgan edinglar. Jihadni arzu qilgan edinglar. Uchirishdan ilgari faqat ra'aytumu endi uni ko'rdinglar. Va antum tanzurun sizlar bo'lsa qarab turibsizlar, saqlab turibsizlar. Masalan, buni bundoq tushunsak bo'ldi. Vatanimizda bir erkin dunyoga chiqsak, xalqimiz uchun uni qilsam, buni qilsam, pul xarjlasam, Alloh yo'lida jihad qilsam, har xil iddaolarimiz batdi. Ham chet elga chiqdik, erkin dunyoga chiqdik. Nima ish qilsak qila oladigan, o'zimizni taraqqiy qildira oladigan, o'zimizni kuchlantira oladigan chet elga chiqdik. Endi nimaga qarab turamiz? Ilgari buni arzu qilgan-go, ilgari hijratni arzu qilgan-go, har xil ulug' ishlarni arzu qilgan-go, endi nimaga qarab turibsizlar deydi Alloh subhanahu va taolo. "Va ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul." Muhammad faqat elchi. Onun ilgari nurg'un elchilar o'tdi deydi. Uhud urushida mushriklar payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamni o'ldi deb xabar tarqatdi. Bu xabar tarqagandan keyin mu'minlarning ichida nihoyat ig'ir bir ruhsizlik paydo bo'ldi. Hatto ba'zi mu'min sahobalar urushdan qochib Madinaga kelib bo'ldi.
nurg'unlarning qo'lidan qilib tushib ketdi. Ammo bir bo'lak kishilar urushni, jihadni davom qildi. Bu oyat orqali Alloh subhanahu va taolo nima demoqchi? Uhud urushida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomningki vafot topganlik xabarini anglab ruhi tushib ketgan kishilar qarta din Allohning, din Allohga bog'langan shaxsga bog'lanmaydi. Masalan, biz paloni yo'qolib ketsa, ma ish mangmaydi. Paloni bo'lmasa, ma shirkat mangmaydi. Paloni bo'lmasa, ma ijtimoiy xizmat, ma diniy xizmat mangmaydi. Paloni bo'lmasa, ma musulmonlar jamoati chulib ketadi, mangmaydi deb o'ylab olamiz. Ma oyat bir shaxsning emas, oddiy bir insonning emas, bir olimning emas, bir qo'mondonning emas, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga bu bog'liq emasligi, ya'ni mavjud bo'lishi, taraqqiy qilishi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bilan qarashli emasligini tushundiradi. Dinning egasi Allah, shaxsga bog'lanmagan. Biz faqat diniy xizmat qilish orqali bu sharafga erishib olganligimizga xo'sh bo'lsa qoladi. Biz bo'lmasak Alloh subhanahu va taolo bizni yaxshiroq da'vat qiladigan birisini bu yerga chiqishi mumkin. Yana birisi bo'lmasa Alloh subhanahu va taolo u diniy xizmat olib qolsa, uni o'rniga undan yaxshiroq birisini elib chiqishi mumkin. Diniy xizmatlar, diniy da'vo, millat ozodligi, vatan ozodligi shaxsga qarashli emas. Allohning irodasi ijro bo'ladi. Biz shunga loyiq bo'lgan bo'lsak, unga shukr qilishimiz kerak. Hatto u payg'ambar bo'lgan taqdirda. Alloh subhanahu va taolo Muhammad faqat elchi, uningdan ilgari nurg'ulgan elchilar o'tgan. Afa immat aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Agar u Muhammad o'lsa yoki o'ltirilsa, ya'ni shahid bo'lsa, sizlar keyinlarga yenib olamsizlar. Va man yanqalib ala aqibayhi fala yadurrulloha shay'a. Kimki keyiniga yenib oladi ekan, u Allohga hech narsani ziyon keltirmaydi. Va sayajzillahu shakirin. Alloh subhanahu va taolo shukr qiluvchilarni mukofotlaydi deydi. Ya'ni ne'mat qarta, berilgan imkon qarta shukr qilib foydalanganlarni, Alloh yo'lida ishlatganlarni mukofotlaydi. Va ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah. Har qandaq bir jon Allohning iznisiz o'lmaydi deydi Alloh taolo. Qanchalik qo'rqayli, qanchalik jasoratlik bo'layli, ma jon Allohning rusulidan chiqadi. Kitaban muajjala. Alloh har bir odamning ajlini ma'lum bir vaqtda putib etgan. Qo'rqsin, jasoratlik bo'lsin, shu Alloh subhanahu va taolo putib etgan vaqtda o'ladi. Undan ilgari o'lmaydi, keyin o'lmaydi. Demak, qo'rqinchaqlik o'zimizni avaylash ajlimizni uzartmaydi. Botirlik ajlimizni oldiga surmaydi. Va man yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Kimki dunyoning farog'atini, dunyo hayotini xohlaydi ekan, u hayotni tanlaydi ekan, nu'tihi minha. Uningga dunyo hayotidan birimiz shu hayot yashaydi. Ya'ni bir odam, voy bu millatning ishi, dinning ishi, manglam kelamte bu, men bir kishilik turmushim bilan bir yashaydi deb bir kishilik kunni yashaydi ekan, Alloh subhanahu va taolo uni shu bir kishilik turmushda yashashi mumkin, uni biladi. Va man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Kimki oxiratni ko'zlab yashaydi ekan, jannatni ko'zlab yashaydi ekan, biz uningdan birimiz deydi. Va sanazzi shakirin. Shukr qiluvchilarni biz mukofotlaymiz deydi Alloh subhanahu va taolo. Demak, hayotda mana bu shunday beshimizga musibat kelgan kunda kishilar ikki turlik bo'ladi. Birisi dunyo hayotini tanlaydi. Millat g'ami, din g'amini qilmaydi. Yana birisi bo'lsa oxirat hayotini ko'zlaydi. Alloh subhanahu va taolo oxirat hayotini ko'zlagan shukr qiluvchi bandalarni mukofotlaymiz deydi. Dunyo hayoti va oxirat hayotini ko'zlab yashashning o'rtasida osmon zamin farq bor. Sizlar dunyo hayotini ko'zlab eng xushal topadigan ishlarni qilsanglarmi, nisbiy xushalik topa olasizlar. Unda haqiqiy qalb xotirjam bo'lgudek, qalb orom topgudek xushalik topolmaysizlar. Sizlar oxirat hayotini ko'zlab xushalik topadigan ishlarni emas, jafo tortadigan ishlarni qilsanglarmi, u jafoda Allohning roziligi bo'lg'achqa, u jafodan bir huzur olasizlar, xushalik olasizlar. Chikoyning o'rtasida osmon zamin farq bor. Va ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyun kathir fama wahanu lima asqabahum fi sabilillah. Nurg'ulgan payg'ambarlar va u payg'ambarlar bilan nurg'un xudogo'y, taqvodor kishilar urush qilgan. Ya'ni ilgari nurg'un payg'ambar o'tgan, u payg'ambar bilan nurg'un kishilar Alloh yo'lida zulm qarshi, jaholat qarshi urush qilgan. Fama wahanu lima asqabahum fi sabilillah. Ular Alloh yo'lida yetgan musibatlar qarta urushib qolmagan. Urushda mag'lub bo'lgan bo'lsa, urushda har xil musibat yetgan bo'lsa, biz degan Allohning elchisidan urush qilgan tursak, nimishqa beshimizga bu musibat keladi deb urushib qolmagan. Va ma da'ufu. Ular ojizlashmagan. Ya'ni o'zini ojiz his qilmagan, ruhsizlashmagan, omastakanu va bo'y egmagan. Zalim kuchlikkan, dushmanimiz kuchlikkan, bo'y egmagan. Ey Uyg'ur musulmonlari, sizlarmi bo'y egmanglar. Payg'ambar bilan bo'lgan urushdimi, mag'lub bo'lgan, musibat yetgan. Orasida payg'ambar bo'lsa-mu, lekin ular oramizda payg'ambar turib, nima uchun biz mag'lub bo'lamiz? Nimishqa bizga bunday musibatlar keladi deb bo'shashmagan. Sizlarmi undaq bo'shashmanglar. Vallohu yuhibbus sabirin. Alloh taolo bo'shashmagan sabrchan kishilarni yaxshi ko'radi. Demak, bizning umidsizlanmasligimizning o'zi ham sabrchanlik. Chekinmasligimizning o'zi ham, ruhiy jihatda bo'shashmasligimizning o'zi ham sabrchanlik va umidvorlik. Alloh subhanahu va taolo mana shunday sabrchan kishilarni, umidvor kishilarni yaxshi ko'radi. Musulmon turib mag'lub bo'lgandan keyin, har xil musibatlar kelgandan keyin inson bir xatolikqa daslaydi. U bo'lsa qaysi desanglar, kelgan musibat qarta Allohga adabsizlik qilib soladi.
Men musulmon tursam, nimishqa menga bunday musibat keladi? Men Alloh yo'lida sadiq qilib tursam, nimishqa menga bunday ziyon keladi? Biz degan musulmon tursak, Alloh subhanahu va taolo nima uchun bizga yordam bermaydi deb shunday adabsizlikka tushib qoladi. Dal Alloh subhanahu va taolo bizning bu nuqtamizni bilgachga, bizni bu nuqtada adablik bo'lishimiz uchun Alloh subhanahu va taolo bu oyatning davomida va ma kana qawluhum illa an qalu robbana ighfir lana. Ularning, ya'ni payg'ambar va payg'ambar bilan urush qilib, beshiga musibat kelgan kishilarning so'zlari, ya'ni payg'ambar bilan urush qilib, beshiga musibat kelgan vaqtida ular nima degan? Robbana ighfir lana zunubana. Ey Alloh, bizning gunohlarimizni afv qil degan. Hargizmi biz payg'ambar bilan birga urush qilsak, nima uchun bizga bu musibatlar keladi? Nima uchun mag'lub bo'lamiz? Demagan. Shuning uchun bundaq demanglar. Allohga adablik bo'linglar. Va israfana fi amrina va thabbit aqdamana va ansurna alal qawmil kafirin. Chekdan oshqanlarimizni mag'firat qilgin. Qadamlarimizni mustahkam qilgin va kofirlarga qarshi bizga nusrat g'alabagin deb Allohga duo qilgan. Demak, bu oyat bizga biz musulmon turib nima uchun Alloh subhanahu va taolo bizga yordam bermaydi, nima uchun men undaq qiladi, bundaq qiladi deb bu xil isyonga tushmasligimiz uchun Alloh bilan bo'lgan adabni o'rgatadi. Qanday qilishimiz kerak ekan? O'zimizni kichik tutishimiz kerak. Gunohlarimizni Alloh subhanahu va taoloning afv qilishini so'rashimiz kerak. O'ylab boqinglar, payg'ambarlar bilan urush qildi. Urush qilib beshiga har xil musibatlar keldi. Ana shundaq ulug' ibodatlarni qilib turib nima qildi? Ey Alloh gunohlarimizni afv qilgin dedi. Mana bu haqiqiy adab. Fatahumullohu thawabad dunya va husna thawabil axirah. Mana shundaq Alloh yo'lida mustahkam turib, beshiga musibat kelsin bo'shashmagan, bo'y agmagan, sulashmagan kishilarga Alloh subhanahu va taolo dunyoning yaxshiligini, dunyoning savobini berdi. Qanday yaxshilikni, qanday savobini berdi? Jihadning iborat ne'matni berdi. G'albidning iborat dunyoning yaxshiligini berdi. Va shundaqla Allohning muhabbati, Allohning yaxshi ko'rishidan iborat bu dunyoninki savoblarini, dunyoning yaxshiligini berdi. Va husna thawabil axirah. Va oxiratninki savobining yaxshisini berdi deydi. Ya'ni dunyoda nusrat g'alabdan iborat dunyoning yaxshiligini berdi va oxiratda jannatdan iborat bu yaxshilikni ularga Alloh subhanahu va taolo ato qildi. Vallohu yuhibbul muhsinin. Alloh subhanahu va taolo mana shundaq muhsinlarni yaxshi ko'radi deydi. Ya'ni bu kishilar qanday kishilar ekan? Muhsin kishilar ekan. Alloh subhanahu va taolo ularning darajasini qanday qildi? Yuqori ko'tardi. Bular kimken? Sabr qilgan, chidamchan bo'lgan, ushashmagan, umidsizlanmagan kishilar ekan. Aksichi bo'lsa-chu, umidsizlanib ketsa-chu, keyniga chekinsa-chu, oldiga mamay keynigini vaschu, qanday bo'ladi? Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda bu oyatning davomida ya ayyuhallazina amanu. Ey Alloh ishongan kishilar, in tuti'ullazina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Agar sizlar kofirlarga itoat qilsanglar, kofirlarga itoat qilishgan qanday bo'ladi? Bo'ysunsak, kofirning o'yligini dal bizning hech qilmasligimiz, bal quvvetishimiz, ruhiy jihatda tushkunlashimiz. Mushunda qilib kofirlarga itoat qilsak, yaruddukum ala a'qabikum. Ular bizni shu pet qilib qo'ymaydi, bizni keynimizga yandiradi. Tug'ansira keynimizga chekindiradi. Qadam keyniga chekindiradi. Biz hozir ma kofirlar menda qitgan yoki zalimlar unda qitgan. Men bidam jim turay deb jim tursak, kofirlar jim turmaydi. Biz jim turib kofirlarga itoat qilsak, ular jim turmay qana qiladi? Bizni tug'ansira keyniga yandiradi. Yo'limizdan tug'ansira chekindiradi. Yaruddukum ala aqabikum. Ular sizlarni keyniga yandirib, dindan chiqiradi. Fatanqalibu khasirin. Oxirida qanday bo'lasizlar? Ziyon tortishadi bo'lib qolasizlar deydi. Demek bu yolda kafirlar mana shunday to'xtamay bizni chekindirib uchun har xil o'yinlarni o'ynaydi. Har xil vositalarni qo'llanadi. Bolalarimiz orqali, mollarimiz orqali har xil vositalarni qo'llanadi. Biz buning qarshi jim tursak, kafirlarga itoat qilsak, hay, birdan jim turib turay deb qilayotgan ishimizni voz kechsak, ular bizni ana shunday chekindirib dindan chiqarib to'xtaydi. Vatanimizni to'xtamay kafirlar masalan, uni qilma, buni qilma deb beshida yog'liqdan boshlabdi. Bugungi kunimizga vaqtda usulga kelib to'xtadi. Shundaqo, bizning xalqimizni ular dindan chiqarmoqchilik bo'ldi qilmaydi. Shuning uchun musulmon hargiz keyniga chekinmaslik kerak. Unda hamma yerda bo'y egib turib minib vayg'olmaydi. Hatto vatan ichidagi qarindoshlarimizmi hamda vaziyat undaq ekan deb hamma yerda u xil shaklda kofirlarga itoat qilib ketsa, oxirgi natija nima bo'ladi? Fatanqalibu khasirin. Ziyon tortishadi bo'lib qoladi. Balillahu mavlakum. Esimizda bo'lsin, bizga yordam beradigan kim? Alloh subhanahu va taolo. Alloh taolo bu oyatda deydi, sizning mavlaringlar, ya'ni sizning madadkoringlar Alloh. Va huwa khayrun nasirin. O yordam qiluvchilarning eng yaxshisi. Bu yordam qila. Yo'q. Alloh yordam qiladi. Alloh subhanahu va taolo bizga ana shunday ilgirki ummatlarning tarixini o'qib, umidimizni qaytirib akildigan bu xil shakldagi fikrini, itqodni bizga bersin Alloh subhanahu va taolo. Alloh subhanahu va taolo bizga ilgirki ummatlarning hayotidan dars olib, vaznasat ilishqa bizni nasib qilsin Alloh subhanahu va taolo. Va shundaq Alloh subhanahu va taolo bizni bu yo'lda mustahkam qilsin, sabit qilsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizga tarbiyalanmas iymon ato qilsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.